Всем добрый вечер. Почти добрый вечер. Yani bu videoni qachon qo'yaman to'g'risi unisini bilmadim lekin. Anchadan beri videom etganimni boshlayman bu videomni ham. Eng prikolnisi. Real anchadan beri olmay etganim. Qancha bo'ldi bilmayman ham. Umid qilamanki, bu adashmasam 7-videom. Rosa harakat qildim boshda olishga. Toshkentga kelganimdan keyin prям уже bu kelganimning sababi yana qanaqadir va spiritual narsalarni anglaganlarim, men bu hayotda berayotgan signallari dedim va hammasini tushunishga harakat qilib o'rganib lekin nima desam bo'ladi, bugunga nasib qilgan ekan videoni olish. Aslida bugun ham qanaqadir kecha plan qilyotgandim va video ko'ryotgandim. Bitta psixolog bor, Merve Boshbuyuk, turk psixologi. Men odatda turk blogerlarni kuzatganim uchun uni juda ham zo'r nimasi chiqqanda, hozir va как типа set qiladi-yu, что videolarni общий qilib qanaqadir mavzuga atab, что 85 mingta video bo'ladi, например, da. Lekin u yengilgacha 50 ta video chiqarmoqchi bo'lgan, har kuni ya'ni o'ziga challenge qilibdi, har kuni bittadan video. Va mana bloknotdan olib ketibdi, hozir olaman. Вот. Men bu yerga yozdim, что 5 ta videosini ko'rdim deyman uni. Va nihoyat что men tutyapman bloknot. Nima desam bo'ladi, neobычный narsa emas, lekin baribir ham men ko'tarib yurishga yerdan yordam bo'lganim uchun menga biroz bu ham challenge bo'lishni boshladi oxirgi vaqtlar. Давайте unda birinchi planlashtirib olaman, что nima haqida gapirishimni. Birinchi bo'lib turib Toshkentga kelganimni va sababini va hozirda bo'layotgan ba'zi nima desam bo'ladi, o'tish davrini, Toshkentdagi o'tish davrinda, вот, например. Потом men bugungi men ko'rgan 5 ta video haqida o'zimning tushunchalarim, o'zim anglaganlarim haqida gapirib beraman. Uni ko'zim o'ynayapti. Hali ham telefonda video olaman. Kameraga hali o'spet qilmadim. Uyda kameram olib kelishim kerak. Xolos biroz problemli narsalar bor. Hali ham juda unaqa YouTube'ga kirishganim yo'qman. Qisqarog'i to'g'ri. Xolos davay boshladik. Aslida men bu kelganimda men juda ham afsuslandim. Даже hozirgacha afsuslanaman bu narsani anglagan bo'lsam ham. Chunki ba'zida bizning his-tuyg'ularimiz boshqaradi, ya'ni ko'pincha odam his-tuyg'ulari boshqaradi va men Moskvada bo'lganimda juda ham Toshkentni sog'inganim, eski ish joyimni sog'inganim, potom qandaydir ba'zi odamlarni sog'inganim bor edi va sog'inchim tufayli sog'inchimni gapiga kirib keldim desam ham почти to'g'ri bo'ladi. Keldim. Оказывается, hayot menga ko'rsatyapti, что vaqt o'tadi, Laylo. Vaqt o'tganda hamma narsa o'zgaradi. Odamlardan tortib narsalargacha, что xullas, например, aytadigan bo'lsak, vaqt real hammani har xilchasiga o'zgartiradi. Например, грубо говоря, vinoni sharob o'zidan tayyorlanadigan. Qancha ko'proq saqlasa, shuncha krepki, shuncha sifat oshadi deylik. Men bu boshqa narsalarni srogi tez o'tib ketadi. Например, kolada. Men shu narsani tushunganimda prям ikkalasi menga misol bo'lib qo'shib kelgani uchun har doim shu misolni aytaman. Kolani sifati turgani sari tushib ketadi. Ya'ni o'sha srok muddat o'tadi va uni iste'mol qilish sog'liq uchun zarar, deyapti. O'sha narsa keldim bu yerga. Именно o'zim plan qilgan ish joyimga borib ishladim. Оказывается, men samala bilmayman, но nimagadir bordim o'shga, ishladim. Оказывается, qarasam men samala men oldin tashab ketgan odamlar emasda, o'sha odamlar o'zgargan, boshqalar, ba'zi odamlar ketgan o'rniga yangi kelgan. Sharoitlar вообще boshqa, atmosfera почти boshqa. Men тоже o'zgarganman. Borib kelganimdan keyin уже 4-5 oy o'tdi va men тоже o'zgarganman. U joy тоже o'zgargan. Toshkentni sog'indim deganim bilan baribir ham qanday desam, aylanganim bilan bir kun aylanishim mumkin ekan. Bir kunda, ya'ni chiqdi o'sha bir haftadan keyin yana men qanaqadir Moskvani sog'inishi, o'tdagi sharoitga o'rganganimdan keyin o'tdagi sharoit sog'inishi, o'zimni qobig'imga o'ralgan hayot shaklini sog'inishni boshladim. Da aytadigan bo'lsam, как типа men oldin rosa xohlardim, что bir o'zim yashab ko'rishni-da. Bu tilagim amalga oshgani o'tgan yili bo'lganda, o'tgan yili shu Moskvaga ketganimda bir o'zim yashab, Istanbulga borib bir o'zim yashab, hozir yana как типа 2025-yil yana Istanbulga ketyapman, bir o'zim yashab. Bu narsaga to'g'risini aytadigan bo'lsam, men o'rganib qolganman deb ham o'ylayapman. Chunki masalan aytaylik, что qanaqadir balki bu nima desam bo'ladi, ya'ni biroz chuqurroq qidirganimda
Что odam o'zini energiyasini o'zi himoya qilishi, ya'ni ko'rmasi, ya'ni men turkchada ko'proq eshitganim uchun, turkchada ko'proq informatsiya olganim uchun mani miyamda hozir турецкийdan o'zbekskiyga перевод и потом man gapiryapman-da. Ну, короче, bu odam o'zini o'zi himoya qilish usuli ham deb aytalar ekanda, что odamlar bilan yaqin masofaga kirmaslik. Что masalan, прям mana aytadigan bo'lsam, zo'r podrugam yo'q вообще. Ну да, tanishlar bor, qandaydir qizlar, yoshlikdan o'sgan qizlar, и потом qarindoshlar, qandaydir kollektiv, и так другие. Девушка есть, с которой я общаюсь, но nima desam bo'ladi, прям не близкий-da. И buni men bemalol aytolmayman, chunki hech kim bu videoni ko'rganda, hech kim menga telefon qilib turishdi, Laylo, sen o'sha videoni shunaqa debsan, a tak men senga real yaqinman deydigan odam o'zi yo'q. Nima desam bo'ladi, bu balkida nima desam bo'ladi, bir tarafdan g'ururlanishimga ham olib keladi, chunki men bunaqa bo'ladi-da ba'zi odamlarda, voy, men mamutga borgim kelyapti-da, no lekin bir o'zim borolmayman. Это же обидно, да, вот, прям xohlayapsiz-da qayergadir borishni, aylanishni, lekin o'ga tushishni, no lekin o'z borolmaysiz. Amanda esa наоборот, hamma narsa, что planim bir o'zim qilishga tuziladi-da. Qanaqadir repetitorga borish, qanaqadir aylanishga borish, restoranga borish, unaqa qilsa, bu narsa, kiyim olish, shopping qilish, hammasi bir o'zim tuzilganim uchun ba'zida meni hayotimga odam kirishi yengillik, prям yengillik. Что kim bilandir yashash, Moskvada kvartirada yashaganimda ham hech kim bilan gaplashmay, что вообще prям bir o'zim bo'lganimga bu Toshkentdagi hayotim men uchun realniy challenge bo'lyapti. Что men o'tdan ketdim, va prям sog'inchim orqali borgan joyimdan. И потом hozir endi harakat qilsam ham balki kechdir Moskvaga qaytishga. Chunki dokument ishlari biroz pul talab qiladi. O'tga pul yig'ib borish kerak. Оказывается, men hali to'g'risini aytadigan bo'lsam, hali ish topganim yo'qman. Hali hech qayerda ishlaganim yo'q. O'sha ishimdan ketdim, где-то 20-noyabrda. И потом undan keyin hali ishlamayman. Shunaqa, nima bilmasam. И потом bu yerda aytadigan bo'lsak, men bu hozirgi bu aytgan 5 ta videomni qo'shib ketaman. Ну, давайте unda boshdan boshlaymiz shu videoni ham. Birinchisi aytadigan bo'lsak, ilk pankeklar happy olur. Ya'ni bu nima degani? Men bu mencha meni boshlang'ichim degan videoda aytgan bo'lsam kerak. Boshlang'ichda doim qiyin bo'lishi, bizani qo'rqitadi, qandadir bilmagan joyimizda strah какой-то, неуверенность, да, вот o'ziga nisbatan shu narsalar bo'ladi, и потом shu narsalar o'tib ketishi kerak. Men bu narsani oldin Instagram storyimda aytgan bo'lsam kerak, chunki eslayman real. Chunki menda shunaqa vaziyat bo'ladi, meni hayotimda, prям men o'zim his qilaman, что hamma narsada, hamma sohada ish bo'yicha bo'ladimi, что masalan-da, restoranga bormoqchi bo'lsam, restoran, prям qaysidir davlatga chiqmoqchi bo'lsam, по-любому hamma davlatga imkoniyat bor menda. O'sha narsalar prям variant ko'pligi meni bitta joyda qotib qolishimga sabab bo'lib qoladi. Ko'p vaqtlar. И bu narsani men hozir tushunib yetdim. Ya'ni cho'zimini, ya'ni yechimini hozir tushunib yetdim. Atak bu narsani nima desam bo'ladi, oldin tushunganman. Prям yaponskiy kuxnyada ishlashga kirganimda, bir hafta va stajirovka bo'lgandan keyin, stajirovka vaqtida 2 ga 2 ishlardim. И потом soat 11 dan 7 gacha, bu juda ham kam edi. И Apple'da juda ham kam bo'lardi. Shunga men qanday boshqa ishlar qidirib, juda ham ko'p variant olib tashlaganman. И masalan, hammasida olib tashlagan taqdiringizda ham, o'tda bir kun ishlaganingizda ham 10 teshda 10 kun ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi, o'ziga yoqqan topgunizcha. Оказывается, hech qaysi biri nima desam bo'ladi, ko'nglimdagidek bo'lmagan. И men bu yerdagi o'zim asosiy ishimda qolganimni eslayman. Prям okey, bo'ldi, hamma nima desam bo'ladi, приложениyalar, e'lonlarni ko'rishni to'xtatganman deb, prям. Chunki agar men qancha ko'p ikkilanadigan bo'lsam, shuncha ortga tortib ketishini hozir tushunib yetdim. И потом bugungacha, ya'ni где-то 3-4 soat oldingacha prям mana shu narsa meni hayotimda yana qaytadan takrorlandi. Real. Toshkentga keldim, prям variant ko'pda. Men o'zim ishlagan sferada, men restoran sohasida, и потом o'zimni yangi sohada ham sinab ko'rmoqchi bo'ldim. U soha bo'yicha ham juda nima desam bo'ladi, HR-lar bilan gaplashdim. И прям men o'zim aytolaman, что o'zimni прекрасно prezentatsiya qilib bera olaman-da. Men HR bilan gaplashaman, что как типа ular nimaga e'tibor beradi, ular bilan qanaqa gaplashish kerak, qaysi tonda gapirilganda, что qanaqa odam eshitilinadi. Buni прекрасно bilganim uchun где-то 10 tadan 9 ta so'xishdi. Bitta so'xishamaydi, что u ham bo'lsa nimaga?
mani qaysidir sferada navikim kam bo'lgani uchun, qaysidir sferada opitim yo'q bo'lgani uchun из-за этого mani ishga olmasligim mumkin. Chunki shunaqa vaziyat bo'ldi. Yo'q, bizaga nima desam bo'ladi, to'g'ri kelasiz, zo'r o'qitdingiz, но lekin bizaga masalan mana shu masalan aytaylik, как типа qanday desam, aytaylik restoran и бар сферasi bo'yichada, вот алкогольный, прям vino и так другие, водка, tekila и так va hamma sferani tushunadigan odam kerak, но siz unaqa o'qitingiz yo'q. Da, menda unaqa o'qit yo'q. Chunki men alkogolli mahsulotlar bilan juda ham kam ishlaganman. Masalan, Tanukida restoranda bo'lgan, как типа vino, шампанское, arola, tekila, nastoyka hammasi bo'lgan, ularni tushunaman. Lekin bizda qanaqadir qisqa, ya'ni cheklangan variant bo'lgan bo'lsa, u men bu restoranda juda ham katta vыбор bor edi. Pivalarning o'zini turlari juda ham ko'p, konyaklar, vinolar hammasini turi ko'p, ammo bu narsalarni bilmayman. Из-за этого mana shunaqa bilmaganligim uchun olishmasa, atak men bu rus tilida gapirishim, tillarni bilishim, ishlagan opitim, o'zimni tutishim, внешний вид и так другие, все нормально. Ya'ni turkchada aytadigan bo'lsak 10 numara 5 yulduz. Xullas o'sha narsa. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam shunchaki juda ham variant ko'payganda men yechimim bitta narsani qattiq ushlash. Chunki boshlanganda doim qiyin bo'ladi. Просто biz o'sha qiyinchiliklarni tanlay olishimiz kerak. Chunki har bir sohada qiyinchilik bo'ladi. O'zbekistonda o'qib turib yashayman desangiz ham qiyinchilik bor. Boshqa davlatga chiqib yashasangiz ham qiyinchilik по-любому bo'ladi. Shuning uchun biz harakat qilishimiz kerak, bo'lgan problemalarni tanlashimiz kerak deb o'ylayman. Endi bo'lganda ham boshida bo'ladigan qanaqadir neuverность, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, еще qanaqadir bilimsizlik tuyulish, qanaqadir o'zini tutolmaslik boshida-da, o'sha hammada bo'ladi bu narsa. Chunki yangi sfera, yangi odam, juda hamma narsa yangi bo'lgani uchun odam o'zini nekomfortniy his qiladi-da. Из-за этого menimcha bu narsani normal qabul qilib, kamida bir oy shug'ullanib ko'rish kerak deb o'ylayman. Men тоже bu narsani juda ham balki kech, balki erta tushundim. Endi hayot menga juda ham ko'p variant bergan taqdirda ham men bittasini tanlab nima qilish kerakligini bilaman. Bu narsani tushunganim uchun, bu narsani tipa yana menga hayot anglatgani uchun prям juda ham xursandman. Chunki aytadi-ku, что hayotingiz sizlarga yaratib berayotgan vaziyatlarga e'tiborliroq bo'linglar, потому что hayotingiz sizlar bilan gaplashyapti. Вот bu narsani yana bitta isbotida. Masalan, chunki men bilaman bu vaziyatni men Moskvada prям yashaganman-da. Real Moskvani o'zida yashaganman. Borganman, gaplashganman, to'g'ri kelasiz, bir kun 3-4 joyga borardim men. Hammasi как типа, okey, ertadan keling. Aman lekin nima desam bo'ladi, o'tirardim, что va SWOT analiz qilibdi. Вот, uni lokatsiyasi uzoq, buni lokatsiyasi yaqin, lekin bu unaqasiga plus tarafi bor, bu unaqa plus tarafi bor. Prям juda ham ko'p pluslar, minuslar bo'lardi. O'shaning uchun bitta joyda qolish, bitta narsani ushlab qolish, bitta narsa qiyin bo'lsa ham, o'sha qiyinchilikni yengib o'tib ketish kerak deb o'yladim va buni прекрасно tushundim. Давайте ikkinchi temaga o'tadigan bo'lsak, qanotlarini guansaydinere uchardim. Ya'ni bu aytyapti, что agar o'zingga nisbatan ishonching juda ham zo'r bo'lganda qatga ketgan bo'larding. Masalan, qanday tushuntirib bersam buni? Men aytaman, что videolarim прям spontan shaklda olinadi. Spontan degani bu hech qanaqa podgotovkasiz, прям shundoq hech qanaqa podgotovkasiz shundoq olinadi. Shunday ideya kelayotganda прям свежий miyamdan chiqayotgan fikrlarni aytaman. Hech qanaqa ssenariy какой-то, masalan, qatgadir yozib, qatgadir chizib, nimadirlarni yodlab olmayman videolarni. Men shuning uchun ham videoda прям gapirishni yaxshi ko'raman, chunki прям o'sha vaqtda o'zida, o'sha vaqt energiyasi bilan shu energiyam bilan olingan video prям прекрасно bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ba'zi o'zim ham qayta eshitganda, qanaqadir yodlab aytib berayotgan odam boshqacha tuyulganini prям his qila olaman. O'shaning uchun o'zim ham ko'proq videolarimni eshitib turaman. Okey, ketdik. Demak, ya'ni qanotlarimizga ishonganimizda qayerga uchardik? Bu videoda aytyapti, men tushunganim endi. Masalan, o'zimizga nisbatan ishonchimiz zo'r bo'lsa, masalan, men o'zimda bo'ladi ko'pincha сомнение, что meni ruskim zo'r emas, anglizkim zo'r emas degan ikkilanishlar bo'ladi-da. Meniki o'rta darajada, lekin juda ham C1, C2 deb aytolmayman-da men. Agar meni ularım, ya'ni til naviklarim juda ham zo'r bo'lganda, men qayerda ishlardim? Как типа shunaqa savol. O'ziga nisbatan
ishonchsizlikka olib tashlash bu yerda. U o'sha videoda aytib beryapti o'sha qiz, что man что suzyapman qanaqadir ko'l emas, что dengiz или okeanda вот ta'tilga ketgan, borgan, suzyapti, и потом u yerda suv ko'tarilar ekanda. Ko'tarilgan vaqtda masalan bizga sayoz suyulgan joy ham o'sha suv kelishi ko'tarilgani bilan biz o'sha o'ta chuqur ko'rishni boshlaymiz. Prям aytayapti, что men bunday qaraganimda o'sha chuqurda, juda ham men ko'rganimdan ko'ra chuqur, odam bir hovli qilib qoladi-da. Что voy mana hozir nimadir bo'lib qolsa-da, вот например, oyog'im ishlamay qolsa, или nimadir kelib qolsa, men qocholmay qolsam, o'lib qolaman, cho'kib ketaman, tudon-sudon har xil xayollar bo'ladi. Из-за этого o'ziga nisbatan ishonchsizlik bo'lib turib, tushmaganim yaxshiroq deb ham qo'yishi mumkin ba'zi odamlar suvga. Из-за этого. Еще aytayapti, что bitta qiz keldi deyapti. U tushyapti-da, и потом aytayapti, что qanaqa chiroyli, что men o'zim uchayotgandek his qilaman. Chuqurligini aytayapti-da, bunday qarayapti, juda ham chuqur. И потом men o'zim uchayotgandek his qilaman. Вот paradigmada. Paradigma это bir narsaga qaraganda, что bitta narsaga qarayapmiz, lekin ikkita odam ikki xil narsani tushunyapti, ikki xil narsani o'ylayapti. O'sha narsa paradigma deyiladi. O'sha paradigma, как типа мировоззрение, например, да. O'sha narsalar juda ham muhim deb o'ylayman. И buni o'stirish kerak deb o'ylayman. Chunki мировоззрение past, tor bo'lgan odamlar dunyoni shu darajada tor ko'rishadi deb o'ylayman. Из-за этого, ya'ni o'zingizga nisbatan ishonchingiz prям zo'r bo'lganda qayerga ketgan bo'lardingiz, nima qilgan bo'lardingiz, как типа savol. O'ylashga arziydigan savol deb o'ylayman. Ну, давайте uchinchisi. Inson kechirgan bir varlıktır. Kiminle zaman geçiriyorsun? Yani bu mesela ben bu gapga mos tushadi, qozonga yaqin yurma, qorish yo'qadi. Prям это moshni ishlaydigan, prям men hayotimda inson tanlayotganimda amal qiladigan nomer 1 qoidalardan bittasi. Da men вообще как типа aytganimda biroz yovvoyroq unsocial da. Menda sotsial odam emasman men. Antisosialman. Bu odamlar bilan, ya'ni introvert emasman, lekin ambivertman. Чтобы introvert это прям как типа hech kim bilan gaplashishni xohlamaydigan, yolg'iz qolishni yaxshi ko'radigan odam. Ekstrovert это все, знаете, тоже hamma bilan chiqishib ketadigan, hamma bilan gaplashib ketadigan, прям nimada networking balki bomba bo'lgan odamdir. Men ambivert, что odamlarni mendan ko'ra to'g'risini aytadigan bo'lsam, qanaqa gruppa eshitilar bilmayman. Odamlarni saviyasiga qarab tanlaydigan odamlardan bittasi menman. Chunki bu juda ham zo'r ishlaydigan narsa. Men prям o'zimda his qilganman. Yoningizdagi odam qanaqa bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa bo'lish ehtimoli juda ham katta. O'sha narsa. Chirigan mevani yoniga toza meva qo'yadigan bo'lsak, toza meva ham to'g'ri chiriydi. O'shaning uchun, ya'ni buni masalan odam ajratish degan narsasi ham, ya'ni bu taraflama qarasak ham bo'ladi. Da odam ajratish kerak. Yeyotgan narsamizdan to'g'ri ajratishimiz kerak. Kiyayotgan narsamizdan to'g'ri ajratishimiz kerak. Nimaga? O'sha chunki biz bu narsani hayotimizga qabul qilamiz. Yeyotgan ovqatimizdan, что aynigan narsani yeymiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Aynigan narsa yeymiz, toza narsani yeymiz, yuvib yeymiz, boshqa narsa qilib yeymiz, как qo'rib, pishirib, nima qilib yeymiz, чтобы eng foydali usulda, вот. Insonlarga nisbatan ham shunaqa bo'lish kerakligini o'ylayman. O'zingiz o'ylab ko'ring, что gapirayotgan gaplaringizni qaysidir birlari ba'zi odamlar ishlatadigan so'zlarda и qaysidir mimikalaringiz. O'shalar hammasi, ya'ni qaysidir odamlardan yig'ilib sizni bitta qilgan odam, ya'ni bitta odam qilgan, что xarakterlarda. Например, qanday desam, meni bitta o'rtog'im bo'lardi. Juda ham kichkinaligimda mana shu narsani eslayman, чтобы odamlarni ta'siri degani shu narsa esimga keladi. Gap yo'q degan gapi bor edi. Biroq hamma narsaga shuni ishlatardi. Gap yo'q. Jahli chiqib ketsam, gap yo'q deb qo'yardi. Потом menda тоже shu narsa shakllangan. O'sha men bu narsani udalish qila olmayman. Udalish qilsa bo'ladi, что как типа undan qolgan xotira deylik. Вот, o'sha narsa. Qanadir imani qanadir harakatlarim, mimikalarim ham ba'zi odamlardan kopировать qilingan desa bo'ladi. Chunki biz reально o'xshash xohlaydigan odamlarimizdan nimadirlarni kopировать qilamiz. Qanaqadir gapirish stilimiz, kiyinish stilimiz balki-da, o'sha qanaqadir mimikalarimiz, no xullas hammasi. O'shaning uchun yeyotgan narsamizdan saralab berganmiz, gaplashayotgan, vaqt o'tkazayotgan odamlarimizdan ham saralashimiz kerak deb o'ylayman.
Ну, допустим, что как типа buni boshqalar o'ylasin, что odam ajratyapti. Mana ham ajratsin. Вот, реально, agar nima desam bo'ladi. Просто ko'pchilik qo'rqadi, что odamni yolg'iz qilib ketishdan. Что odam topolmaslikdan. Вот aytmayman, что kimdir qayergadir bormoqchi bo'lsa shopping, например, вот qiladi. Yo, men bir o'zim bormayman-da, do'st. Yo'q, hammada ham emas bu narsa. Inogda bывает-da, что balki o'zi ko'pchilik hozir yolg'iz qolishga o'rganib qolgandir. No, это menimcha juda ham ajoyib. Chunki odam o'zi bilan o'zi ham vaqt o'tkazishi kerak. Bu narsani yolg'izlik deb emas, qaniydir erkinlik deb qabul qilaman. Ba'zida shu narsa bo'ladi, что hayolimda hamma narsani tashlab, что qaytadan, прям hayotni noldan boshlash. Bu men uchun juda ham oson bo'lgan harakatlardan bittasi. Nomer shunchaki almashtirish, boshqa davlatga shunchaki ko'chib ketish, например. Chunki juda ham insonlarda juda ham ko'p variant bor. Просто rasmni biroz kichraytirib qarashimiz kerak. Ba'zi rasmlarga juda ham yaqin qaraganingizda это некрасиво-da. O'sha narsa. Men fikrimcha shunaqa. Xullas, yana eslatib qo'ymoqchiman, bu videodagi hamma gaplar, hamma nima gapirayotgan gaplarim subyektiv, прям subyektiv. Mana o'zimni mambatdagi miyamdan chiqqan fikrlarim просто men logично bo'lgani uchun aytaman. Demak, ikkaliki ertalama. Qabulimdan qochdim şeyler. Ya'ni biror narsani ortga surish. Qabul qilishdan qochgan narsalarimiz-da, вот. Bo'ladi. Bu narsani eshitdim, tushundim, lekin men hali hayotimda to'g'ri aytadigan bo'lsam, o'zim ham ortga surib yurgan narsalarim bor. Например, oldin aytardim, что vaqtim yo'q, и потом hozir aytayman, что qanaqadir bir ishimni hal qilib oladi, и потом как типа rejimga qo'yaman, и так другие-da, вот. Chunki qiziqishlarim juda ham ko'p, hobbilarim. Ingliz tilini yaxshilashim kerak, psixologiya bor. Вот bu yerda как типа yana bitta onlayn kurs bor, yana bitta onlayn kurs bor, 4 onlayn kurs, и universitet darslari, и так другие дела-da. Вот har xil narsalar bor, zalga borish kerak, правильное питание, uni тоже uyda tayyorlash kerak, что shunga o'xshagan shirin problemalar bor menda. Lekin ba'zilarini men тоже ortga suraman. Ortga surganimizda shunchaki biz tashib qo'yamiz, lekin shunchaki qo'yib qo'ygan narsamiz ham hech qachon o'smaydi. Joyida ham turmaydi. Joyida turmaydi deganimning sababini aytadigan bo'lsam, prям hamma narsa vaqt o'tishi bilan o'sib borar ekan, biza qoldirgan narsa bu bunaqasiga vaqt o'tadigan bo'lsa, men bu sifati o'sib ketadigan bo'lsa, biza tashlagan narsa o'sha joyida qoladigan bo'lsa, по-любому o'sgandan keyin orqada qoladi u. Из-за этого uni joyida hal qilish kerak. Ba'zida что o'ylab qolaman, что odam beryapti, kimgadir maslahat berayotganda, что maslahatlari eng kerakli odam что o'zi bo'lishi. Ya'ni men kimgadir maslahat beryapman, aslida o'sha maslahatlar eng keraklisi o'zimga. Balki rostdan ham shundaydir. Chunki rostdan ham shunday. Chunki odatda kimgadir maslahat so'ramoqchi bo'lsam, birinchi qalbim eshitaman. Aqlim eshitaman. Chunki prям logично bo'lgan savolni bilmadim. To'g'risi, men atrofimda aytdim, odam juda ham ko'p bo'lmagani sababi uchun men unaqa borib turib kimdandir prям maslahat so'rab, "Давайте, men bunaqa logично javob beradigan odamlar juda ham kam." Aytadigan bo'lsak, men kimdan maslahat so'rashim mumkin, qachon so'rashim mumkin aytadigan bo'lsam, bu prям masalan, men reально o'xshashni xohlaydigan odamdan so'rayman maslahat. Qanaqadir. Buni prekrasno tushuntirib bera olaman. Masalan, aytaylik, siz qaysi davlatga bormoqchisiz? Okey, shahar deylik. Toshkentdamiz, потом biz hech qachon Samarqandga bormaganmiz. Prям Samarqandga bormoqchimiz. Потом ko'chadagi любой odam to'xtatib turib so'raysiz, Samarqandga qanday borsa bo'ladi? Samarqandga qanday borsa bo'ladi? Masalan, men ham aytaman, что samolyotda bora olasiz, poyezdda bora olasiz, mashinada, avtobusda bora olasiz. Velikda ham, xullas, короче, любой narsada borsa bo'ladi, peshqon borsa ham bo'ladi. Okey, bu narsani sizni aqlingiz ham yetadi, грубо говоря-da, вот. Buni hamma aqli yetadi. Lekin siz Samarqandga borib turib nima qilishingiz mumkinligini kim biladi? Teshib ko'rgan odam biladi yoki o'tni prям zo'r biladigan odam biladi. Ko'chada gaplashgan odamga borib so'raysiz, что Registon maydonini tomosha qilasiz, u yana qanaqadir variantlar aytishi mumkin, men bilmaydigan. Что agar ular ham bilsa, menga o'xshab bilmaydigan bo'lsa, sizga maslahat bera olmaydi.
Вот agar mesela o'zini aqlli ko'rsatmoqchi bo'lsa, qanaqadir nimadirlar deb miyangizni qotirish bu aniq. Это 100%. Из-за этого ketyapsiz, kimdan maslahat so'raysiz? Borasiz, turga zvonib qilasiz. Вот, men bormoqchiman Samarqandga. Shunaqa qayerga borsa bo'ladi. Или потом или o'zlari bilan gaplashib, shunaqa. Bilan biladigan odamda, вот, например. Hayotda ham xuddi shunaqa. Biz boramizda qanaqadir bilmaydigan odamlardan maslahat so'raymiz. Mana bunaqada qarang, mana buni mana bunaqa qilish kerak ekan deb do'sto. Потом aytadi, o'zicha o'zini balki aqlli ko'rsatmoqchi bo'lar. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, balki qizlar bir-biridan oldida pont yig'moqchi bo'lar. Balkida qanaqadir xullas любой tanish. Real agar u odam o'sha sferada prям as bo'lmasa, so'ragandan foyda yo'q deb o'ylayman. Bestolkata. Nima qilasiz o'zingiz vaqtingizni ketkazib? Siz aytayotgan narsalar internetdan ham zo'r qilib o'rganib olishingiz mumkin-da. Undan ko'ra tипа kirina ChatGPT'da so'rang. Что Samarqandga borganda qayerlansa bo'ladi. Prям реально ssenariy bo'yicha chiqarib beradi. Kerak bo'lsa nima desam bo'ladi, narxlarini, soatlarini prям mo'shniq chiqarib beradi. Qaysi odam sizga shunaqa bera oladi? Bu nima desam bo'ladi, odamlar bilan gaplashmaslik demoqchi emasman men. Просто maslahat olayotganda, что kimdan olayotganimiz, kim bizga maslahat berayotgani главное. Реально. Это logично. Вот, men o'shaning uchun ko'pincha odamlarga gapirmayman. Chunki ularni asosiy gapiradigan gaplarni aytadigan bo'lsam, sabr qil, harakat qilib ko'r, o'xshib qolar. Потом nima desam bo'ladi, problema aytadigan bo'lsangiz, например, вот. Это shunaqa problema. Mayli, yaxshi bo'lib qolar. И так shunaqa reaksiya. Реально как типа nima desam bo'ladi. Sizga yordam beradigan odam o'zi yo'q. Если agar o'zingizga o'z yordam bermasangiz. Из-за этого. O'sha maslahat so'rash, menimcha, stoyt odam, ya'ni достойный bir odamdan so'rash, это logично. Odatda men logично deyman, lekin men тоже ba'zida his-tuyg'ularimga quloq solib qo'yaman. Oxirgi vaqtda lekin logично o'ylashga harakat qilaman. Prям logично o'ylayman deb ayta olaman, если prям yuragimga yaqin narsalar bo'lmasa, yuragimga nisbatan yaqin odamlarga nisbatan bo'lmasa, prям o'sha narsalar bo'yicha men prям logично qaror qabul qila olaman. SWOT analizda другие zo'r analiz qilinadi. Плюс-минус hammasi ajratiladi. И потом oxirida самый, как типа, лучший путь, да, вот. O'shanaqa yo'l tanlanadi. И давайте keldik 5-mavzuga. 5-mavzu lekin nimaligini tushunib ketdi. Da, qiyinchilik haqida, ya'ni problem olmayani değil, problemi kendisini seç. Ya'ni muammo bo'lmagan emas, muammoni o'zini tanla degan deb o'tdi. Aytganimdek, что hamma yo'lda o'ziga yarasha problemalar bo'ladi. Har bir odam bilan gaplashayotganingizda, har bir yashayotgan vaziyatingizda, xullas nima qilsak ham, как всегда, problema bo'ladi-da, вот. Odam qiyinchilikda o'sadi. Bu narsani olib qaraydigan bo'lsak, demakki biz problemani tanlashimiz kerak. O'sish xohlasak agar. Ba'zi odamlar aytadi, men bu fikrga hech qachon qo'shilmayman. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Daraxt-ku okey ko'karadi, lekin men odamman. Men даже to'g'risini aytaman, hali bitta o'zimga prям mana shu sferani до конца umrim oxirigacha-da, вот, olib borib ketaman degan xayol yo'q. Niyatim yo'q, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Hozir men bu gостеприимство, вот, o'sha soha bo'yicha ishlayotgan bo'lsam, hozir men почти o'zgartiryapman boshqa sferaga. Balkida keyingi yil bo'ladi, что men вообще boshqa sferada ishlayman. Bu mening yo'lim, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Men bu hayotga shunchaki men chizib berilgan yo'ldan emas, чтобы o'rmonning ichiga o'zingiz tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha o'rmonni kashf qilib yashaydigan hayotga kelganman. Ya'ni meni missiyam что dunyoni kashf qilish, yashab ko'rish, his qilib ko'rish. O'shaning uchun ham men boshqa davlatlarga borib yashab ko'rgim keladi. Это sayohat qilish это не проблема. Bir hafta borasiz, что o'tdagani самый красивый joylarni ko'rasiz-da, вот. Ko'rasiz, borasiz, aylanasiz, zo'r narsalar yeysizda, lekin o'tda ekonomikasi, o'tda odamlari, o'tda sharoiti, o'tda qanaqa yashash, вот. Это вообще другой разговор. Прям Moskvaga bir hafta aylanishga borish bilan o'tda bir oy yashash, balkida bir yil yashash katta juda ham razницasi bor. O'tda siz har xil aytaylik, putlardan o'tasizda, вот, yo'llardan o'tasiz.
ish qidirasiz, ba'zida ish topolmaysiz, ba'zida har xil odamlar bo'ladi, yoningizda juda ham ko'p odam bo'lib ketadi, ba'zida hech kim bo'lmaydi yoningizda, что потом telefon qilib tusholmaysiz ba'zidagi kerak bo'lganda, что masalan hamma yaqinningiz O'zbekistonda bo'lsa-da, вот o'sha narsalar bir haftaga bordi keldi, как типа shoshasiz bir tarafdan. Voy, men otga bormadim, что уже 5-chi kun, yana 2 kun qoldi, tudon hali shopping qilmadim, bir bola так другие, xayol bilan bo'lib turib, o'sha momentni прям mazasini chiqara olmaysiz, mazasini his qila olmaysiz вообще. Из этого men borib turib aylangandan ko'ra, прям ochga borib yashab ko'rganimni yaxshiroq deb o'ylayman. Ba'zida bilmadim, bu hamma narsani sinab ko'rish degani, bu hamma sferada noldan boshlash degani. Men to'g'risi aytadigan bo'lsam, hayotimni necha marta noldan boshladim. Birinchi marta Toshkentga kelganimda, Moskvaga borganimda, Istanbulga borganimda, еще Moskvaga bu yil borganimda, o'sha 4 ta boshlang'ich. 4 ta boshlang'ich, что как типа bagajingizga o'sha 25 kilo, 23 kilolik bagajingizga hamma butun hayotingizni sig'dirib ketishingiz. Istanbuldan ko'chishim esimda, вот. Hamma narsa va menga juda ham yoqadi shu narsa. Ko'chib ketayotganimda hamma narsa o'sha skanerdan o'tadi, вот skaner какой-то. Это menga kerak emas, прям odamda uyda musor qanaqasiga yig'iladi degan savolga men shuna javob bergan bo'lardim. Bir kun kerak bo'lib qolar degan narsalar прям hammasi musor bo'ladi. O'sha narsalar. Yana тоже menda ham bывает shunaqa momentlarda, вот. Yo kerak bo'lib qoladi, yo olib qo'yay, yo u narsaga ishlataman, yo bu narsaga ishlataman. Оказывается, ketayotgan vaqtimda o'zi прям bo'ladi. Yo, bo'ldi, menga boshqa kerak emas. Прям kiymaydigan kiyimlar, ishlatmaydigan narsalar, yozmaydigan narsalar, что daftar, ручка, вот так другие, да. Прям самый zo'r, qanday zo'r narsalarni olasiz. Прям o'ziga прям нужно, да, вот. Прям нужно bo'lganlarini olasizda, o'sha kerak emas bo'lganlarini boshqa joydan ham topa oladigan bo'lganlaringizni o'sha tashib ketasiz. Bu qandaydir tozalanish deylik, tozalanasiz, потом keyingi etapga o'tiladi. O'sha etapdan ketayotganda, o'sha 3-chi etapga, вот, 3-chi etapga to'g'ri ketayotganda tozalanadi. Men juda ham yaxshi ko'raman. Bir tarafdan bu ba'zida meni qiynaydi ham. Chunki yana qaytadan yo'q narsalarni yana qaytadan boshla, yana qaytadan joylashtir. Shu borganingiz bilan prям hamma narsa to'kis bo'lmaydi. Inogda buvayt, masalan, menda Moskvaga borganimda fen bo'lmagan. Sochim uzun bo'lganiga qurtmasam bo'lmasdi, разные проблемы будет, да, вот. Ba'zidan только ish joyidan ovqatlanadigan vaziyat bo'lib qoladi, finansiy problemada, вот. Mana shu narsalar, har xil qiyinchiliklar, ya'ni har xil vaziyatlar odam o'sishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Meni fikrimcha. Men shu gapni juda ham ko'p aytaman, chunki bu meni subyektiv fikrim. Ikkinchi marta qaytaryapman. Shunaqa. O'sha menimcha bundan keyin o'sha video olish biroz ko'paysa kerak deb o'ylayman. Kстати, o'sha necha minut? 33 minut bo'libdi. Lekin men hali o'chirish niyatim yo'q videoni, lekin ko'p davom etmaydiganga ham o'xshayapti, shunaqa his qilaman. Yaqinda tug'ilgan kunim 21 ga kiryapman. Biroz qanaqadir сравнивать bo'ladi. Прямо shu tug'ilgan kunim oldidan. Balkida, ya'ni hamma o'ziga nisbatan qo'ygan limitlari bor-da, вот. Men 21 yoshga to'lganimda men bunaqa bo'lgan bo'lishi kerak, men bunaqa bo'lishi kerak, u narsam bo'lishi kerak, bu narsam bo'lishi kerak. Bunaqa qilgan bo'lishim kerak, bu yerga borgan bo'lishim kerak. Разные-da, вот, qizlar meni preкрасно tushunsa kerak o'zi. Chunki ya'ni hammada hozircha отношения emasda qizlarda, главныйsi qanaqadir mashina, kvartira, такой karyera, da, вот. Men lekin bu narsani to'g'ri deb hisoblayman. Prям bu degani yo erkak emas degan narsalardan emas. Просто agar odam o'zini odamini topgan bo'lsa, ну, я согласна. Так qanaqadir kerak emas odamlar bilan vaqt o'tkazish, это просто bu vaqt yo'qotishda. Ba'zilar bo'ladi, что только vaqt o'tkazishga nima qiladi. Aslida это noto'g'ri. Chunki vaqt shundoq ham o'tib ketadi. Instagramga kirib 3 soat video ko'rsangiz ham, borib turib to'qlasangiz ham o'sha o'tib ketdi. Men hozir bu videoni qayta boshlasam ham,
yarim soat vaqtim yo'qotgan bo'laman. Bilmadim. Odamlar shunchaki qanaqadir g'alati narsalar bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radimi, hayronman. Chunki men stressga tushib qolaman, что vaqt o'tgan sari, если agar men o'zimga nisbatan qo'ygan planlarim bajarilmasa-da, вот 20 yoshga to'layotganimda Istanbulda bo'lganman. O'zimga qo'ygan maqsadlarimdan bittasi YouTube kanaliga video qo'yish boshlash, o'ta erkin gapira olish. Chunki prям YouTube kanalimni boshlaganimda aytib berganman. Balki esimda yo'q to'g'risi. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Eplolmayman, qo'rqardim, что разные разговоры, да, вот разные языки, разные слова, shunaqa chalkash gaplar gapirganim uchun men o'zimga позволять qilolmasdim-da bu gapirish stilida video olishga. И потом hammasini sekin, потихоньку tushunganimdan keyin boshladim. Bu video narsa amalga oshdi. Oxirigacha analiz qilganim yo'qman, просто прям katta rezultatlarni aytyapman. Bir odam hayotimda bo'lishini juda ham xohlardim. U odam hayotimga keldi, o'rgatadigan narsalarni o'rgatdi, потом chiqib ketdi. Прям как типа buni прям to'g'ri qabul qildim. Главныйsi. Chunki qabul qilish bu juda ham katta narsa. Прям nima desam bo'ladi? Ichdan qabul qilish haqida aytyapman-da. Shunchaki yuzaki emas. Bu video juda ham ko'payib ketdi. Xullas, короче, buni problema qilmayman. Потом yana nima? Moskvada yashash niyatim bor edi. Men birinchi marta Moskvaga borganimdan keyin Moskvaga qaytib aylanganman. Işte borganimda men endi Moskvada yashayman ketganimda, qaytib kelganimda prям Moskvani o'zida yashayotgan bo'laman dedim. O'sha niyatim amalga oshdi. Epladim men buni. Прям как типа реально menda Moskvada yashash real boshlang'ich bo'ldi. O'sha narsa bo'ldi. Prям zo'r odamlar bilan tanishdim Moskvada. Hayotimda prям iz qoldirgan odamlardan desam bo'ladi. Men juda ham xursandman. Da, o'sha vaqtdagi qanaqadir времени, но endi bo'ladi juda ham близко-da sizga. Например, shu narsalar bo'ladi. Prям ajoyib to'g'risi. YouTube videolarim ko'payadi deganimning sababi aytganimda nima desam, odamlar bilan gaplashish unaqa zo'r bo'lmagani uchun menda prям borib turib hamma bilan chiqishib gaplashib keta olmayman. Prям o'rgana oladigan narsam bo'lsa, o'sha odamga borib yaqinlashishga harakat qilaman. To'g'ri, qanaqadir balki xitriylikdir. Uni bilmadim to'g'risi, chunki meni xarakterim shunaqa. Yeyotgan narsamdan, qilayotgan ishimdan prям maksimalniy foyda bo'lishi kerak. Chunki прям как по кайфу, да? Так, men unaqa narsalarni ko'pincha qilmayman. Kamdan kam juda ham. Shunchaki xohladim, shunchaki shunaqa bo'lsin deb o'yladim, shunaqa qildim. Juda ham kamdan kam menda. Maksimal darajada ovqatlardan foyda olish, прям правильное питание. Men bu kosmetikalardan прям foyda olish. E'tibor bergan bo'lsalar, men bo'yamayman, почти bo'yamayman. Chunki aytayman, прям только tok bo'lish kerak, mana foyda bo'lish kerak. To'pa qilayotgan ishimdan, olayotgan narsalarni, yuzimga surayotgan narsalardan. Minusga ishlaydiganlarni men ko'pincha qilmayman. Umuman hayotimdan почти chiqarib tashlashga harakat qilaman. Отказ beradi-yu, что sistema отказ beryapti. Menda shunaqa agar qiladigan bo'lsam, miyamda только shu narsa bo'ladi. Почему, как-то sabab. O'sha narsa. Это прикольно, но это очень полезно. Ну, xullas, короче, to'lag'im deganimda video olaman. O'shanda prям подробнейше gaplashamiz. Chunki hozir energiyam juda ham moshna zo'r bo'lganiga, потом o'shancha juda ham ko'payib ketdi. O'sha почти 40 minut. Прекрасно, bugun men samli katta videolarni bittasi bo'ldi. No, bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. No, hamma narsaga o'xshab. Chunki ko'p bo'lgan odamlarni ko'pincha sabri yetmaydi. Normal, lekin mazaq gapirdim ichimdagi gaplarni. Ну и так, короче, что это, наверное. Hammasi bu. Hepsi bu kadar. That's all. Короче, nima bo'ladi? Главныйsi men va ertalama ortga surish mavzusidan ingliz tilimi, mana shu onlayn знанияni ham bu onlayn to'g'rilar, onlayn repetitorlarim mana shu joy-joyiga qo'ymasam, остальным все окей.
Umid qilamanki, agar oxirigacha eshitgan bo'lsangiz, что o'zingizga kerakli bo'lgan nimadirlar oldingiz degan umiddaman. Olgan bo'lsa juda ham xursandman.